Yangi asr avlodi nashriyoti mana shunday o'zgacha dizayndagi seriyada kitoblar nashr etgandi. Bu seriya tezda ko'pchilikning e'tiborini qozondi. Sevimli kitoblariga aylandi. To'plamning yoqimli va minimalistik dizaynidan tashqari yana bir ajralib turadigan jihati bor. Bu nima ekanini bilasizmi? Bu seriyadagi romanlar ayol kishining ismi bilan nomlangan jahon adabiyotining sara asarlari ekanidir. Yaqinda ularning qatoriga yana bir yangi kitob qo'shildi. Bu ham jahon adabiyotining durdonasi. Bu ham ayol kishining nomi berilgan roman. Viktoriya. Assalomu alaykum. Bilganingizdek, bugun sizlar bilan norvegiyalik mashhur yozuvchi, Nobel mukofoti sovrindori Knut Hamsunning Viktoriya asari haqida gaplashamiz. Kitob tahlilini boshlashimizdan avval like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Chunki oldinda sizni ko'plab qiziqarli kitoblar haqidagi videolar kutib turibdi. Tushunganingiz va qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Kino va kitob muxlislari tez-tez buyuk sevgi tarixi tarannum etilgan voqealarga qiziqib turishadi. Knut Hamsunning Viktoriya romani ham ayni shunday sevgidan so'zlaydi. Sevgi bo'lganda ham nihoyatda beg'ubor va samimiyat ila boshlangan muhabbat hikoyasi. Viktoriya asarini shartli ravishda 3 qismga bo'lgan bo'lardim va ularni quyidagicha nomlardim. Birinchisi, sevgining boshlanishi, beg'uborlik va umid. Bu qismda siz qahramonlar, ularning hayoti, qiziqish va qobiliyatlari bilan tanishasiz. Yohannes oddiy tegirmonchining o'g'li, ammo nihoyatda qobiliyatli, dilgir, she'r yozishga usta. U oshiq bo'lgan Viktoriya esa zodagon oilaning qizi. Ular bolalikdan birga ulg'ayishgan va bir-birlarini yoshlikdan yaxshi ko'rib qolishgan. Bu bosqichda ularning sevgisi nihoyatda sof va beg'ubor kechadi. Jamiyatdagi tabaqaviy farq umuman sezilmaydi. Bu qismni yozuvchi qaysidir ma'noda sof muhabbatning ramzi o'laroq ko'rsatib beradi. Knut Hamsun tabiat manzaralari, bolalarcha sodda his-tuyg'ular orqali inson qalbidagi ilk muhabbatni ko'rsatadi. Asar o'quvchini bu hislarni yoshlar bilan birga yonma-yon his qilishga undaydi. Ikkinchisi, to'siqlar, ya'ni jamiyat va majburiyatlarning paydo bo'lishi. Yohannes va Viktoriya ulg'aygan sari tabaqa farqi ko'zga yaqqol tashlana boshlaydi. Qizning boy oiladan, yigitning esa ehtiyojmand qatlamdan ekani sof tuyg'ularga ham o'z ta'sirini o'tkaza boshlaydi. Shunday vaziyatlarda Viktoriya ota-onasi bosimi ostida boshqa badavlat yigitga unashtiriladi. Yohannesning ijodiy iste'dodi, qo'lidagi hunarlari va ko'rkamligiga qaramay, jamiyat ko'zida Viktoriyaga mos emas degan tamg'a bosiladi. Hamsun bu orqali o'sha davr jamiyatining, umuman har davrda insonlarning martabaga, boylikka qarab munosabat qilishlarini ochib beradi. Bu bosqichda Knut Hamsun muhabbatning real hayotda sinovlarga duch kelishi, o'sha davrda jamiyatning, umuman har davrda odamlarning shaxsiy hislarini emas, balki moddiy va ijtimoiy manfaatlarni birinchi o'ringa qo'yishini aniq-tiniq qilib tushuntirib beradi. Asarning ayni shu qismlari sizga badiiy adabiyotning estetik rohatini his ettiradi. Shartli 3-qismni esa fojiaviy yakun hamda muhabbatning abadiyligini anglash deb nomlagan bo'lardim. Viktoriya boshqa odamga turmushga chiqishga majbur bo'lsa-da, aslida Yohannesni jondan ortiq sevardi. Bu qismdagi qayg'u va iztiroblarning quyuq qora ranglari boshqa biror asarga o'xshashi qiyin. Bu yog'ini Hamsunning o'zgacha uslubi ham desak bo'ladi. So'nggi bosqichda Knut Hamsun shuni ko'rsatadiki, chin muhabbat hayotda yengilishi mumkin, lekin u qalbda va xotirada abadiy yashaydi. Asardagi oxiri yo'qdek tuyulgan qayg'u va fojialar kitobxonga o'z hayoti haqida o'ylab ko'rishga, shukrona qilishga undaydi.
قبل مرگت. Viktoriyani o'qib tugatgach, shunday xulosaga keldim. Avvalo, muallif bu roman orqali muhabbatni faqat his-tuyg'u emas, balki ijtimoiy masala sifatida ham ko'rsatib beradi. Bundan tashqari, bu asar bizga insoniy orzu va jamiyat talablari o'rtasidagi ziddiyatni ham tushunib olishga yordamlashadi. Viktoriya o'quvchiga sevgi qanchalik qudratli va sof bo'lmasin, ba'zan hayotning achchiq haqiqatlari uni yengib qo'yishi mumkinligini, har nega tayyor turishi lozimligini eslatib qo'yadi. Knut Hamsun asarlarida quvonchni ham, qayg'u-iztirobni ham tabiat bilan izhor qiladi. O'quvchi Hamsunning biror asarini tugatarkan, tabiatga oldingidan yana ham yaqinroq bo'lganini his etadi. Viktoriya esa sizni ham tabiatga yaqinlashtiradi, ham ijtimoiy masalalarni, his-tuyg'ularni chuqurroq o'ylab ko'rishga undaydi. Darhol bu kitobni o'qib ko'rishingiz kerak. Chunki kelasi 10 kunlikda sizga yana bir qiziqarli kitob haqida gapirib beraman. O'zingizni ehtiyot qiling. Bir burchakda keyingi videolarda ko'rishguncha.